Hammaga salom. Hozir sizlar bilan $350 ga nimalar olganimni obzor qilamiz. Depressiyaga tushganimda psixologga borish o'rniga yana shopping qilishni tanladim va ko'rib turganingizdek, mendan baxtli, xursand odam yo'q. Bu tweet kostyumni ko'rishim bilan bittada sevib qoldim va meniki bo'lishi kerak deb o'yladim. Kiyim Gossip Girl serialidagi Blair Waldorf vibe'ini beradi. Ayniqsa oldi tarafidagi bantikli aksenti bilan sifatli tweetdan qilingan, ichki taraflari astarli, yubkasini uzunligi mini emas, tizzadan sal tepada va bu sizni yana ham elegant ko'rsatadi. Narxlarini esa videoni o'zida yozib qoldiraman. Keyingi покупкам qora trikotajniy kostyum. Materiali sifatli, qattiq, kiyim o'zini formasini ushlab turadi, katushka bo'lmaydi. Baza sifatida palto, plashlarning ichidan kiyishga zo'r variant. Bu kiyimni Pinterestda ko'rib qolib rosa qidirdim. Shu magazindan topsam bo'ladimi? Kuzda sherstdan qilingan kiyimlarni kiyish yaxshi ko'raman, ayniqsa sviterlar, katta sharflar prям kuzda vibe'ini beradi. Menda bitta aniq stil yo'q, hammasini sinab ko'rish yaxshi ko'raman, lekin fashionda menga eng yoqqani mini yubka bilan uzun etik kiyib olish. I swear to God, juda ham stilli ko'rinadi va любой qizga yarashadi. Keyingi покупкам ayol kishiga dark feminine energy beradigan ko'ylak. Aytgancha bu dvoyka gipyurli yubka va koftadan iborat. Restoranga, kechki ujinga chiroyli bo'lib kiyib borsangiz bo'ladi. Tez kunda yangi yil ham keladi, bayram vecherinkalarga kiyib borsangiz bo'ladi. Koftasini o'zini kiy olmasangiz, ichingizdan uzun mayka kiysangiz bo'ladi. Aytgancha oldi tarafida kitayskiy stilda aksenti bor. Shunisi meni e'tiborimni ko'proq tortdi. Oxirgi покупкам ham dvoyka. To'g'risini bunaqa lyamkali, faqat grudda turadigan fasonli kiyimni birinchi marta kiyishim. Shuning uchun bu safar sinab ko'rish uchun olib ko'rdim, lekin oxirgi bitta M razmer qolgan ekan. Oxirgi paytlarda ozganman shekilli,